Mavzular bo'yicha birinchi ma'ruza men Yusuf Xolmirzo Alisherovich, Respublika ta'lim markazi matematika fani metodistiman. Birinchi ma'ruzamiz demak 2022-2023 o'quv yilida matematika haqida nima bo'ladi, qaysi darsliklarda o'tamiz, qaysi o'quv dasturida o'tamiz, shular haqida gaplashamiz. Demak, ikkinchi slaydimizga o'tsak, darsliklarimiz bu yil o'zgargan. 4 ta sinfimiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi sinfimiz yangi darslik bo'layapti. Demak, 6-sinf matematika, 7-sinf algebra geometriya, 10-sinfimiz algebra geometriya darsliklari yangi milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan darslik bo'yicha bo'ladi. Qolgan darsliklar o'sha amaldagi darsliklarda foydalaniladi. Demak, 5-sinfda o'sha 5-sinf matematika darsligi Bahodir aka Haydarov muallifligidagi, keyin 6-sinf, 8-sinf, 9-sinf hamda 11-sinf darsliklari o'sha amaldagi darslikdan foydalaniladi. Keyingi o'quv yilidan navbatma-navbat darsliklar o'zgarib ketiladi. Endi milliy o'quv dasturida biz trenerlarga demak Zominda o'tkazilgan, keyin Qashqadaryoda o'tkazilgan seminarlarda milliy o'quv dasturidagi matematikadagi o'zgarishlar, qaysi soatlar o'zgardi, qaysi mavzular o'zgardi, qaysi mavzular oliy ta'limga o'tkazildi. Bular haqida ko'p tushuncha berganmiz. Sizlarga ham ozgina tushuncha berib ketaman ma'ruzamiz davomida. Demak, 2022 shunda tursa, 2021-22 o'quv yilida birinchi, ikkinchi sinflar Xalq ta'lim vazirining 30-dekabrdagi 335-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan o'quv dasturidan 8-9-sinflar 2018-yil 29-dekabrdagi oktyabrdagi 266-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan dastur bilan 2022-yil 1-aprelda Xalq ta'lim vazirining 335-sonli buyrug'i qabul qilindi. Bunda 3-chi, 6-chi, 7-chi, 10-sinflarda milliy o'quv dasturi tasdiqlandi. 11-sinflar o'sha 2017-yilda tasdiqlangan qo'shma qaror bo'yicha tasdiqlangan o'quv dasturidan foydalanadi. 4-chi, 5-sinflar 2020-yil 10-aprelda tasdiqlangan 102-sonli buyrug' bilan tasdiqlangan o'quv dasturidan foydalanishadi. Xabarlaring bor, 2021-yil 24-dekabrda Xalq ta'lim vazirining 414-sonli buyrug'i chiqdi. Demak, bu o'quv rejalarini tasdiqlash to'g'risida. Bunda mana bu o'quv soatlari, haftalik o'quv soatlari, yillik o'quv soatlari tasdiqlandi. Mana shu tartibda o'tkaziladi. Bu matematikada bilasizlar, o'zgarish bo'lmagan, o'zgarish yo'q. Hop, 2022-23 o'quv yilidan boshlab 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflarimiz 3 ta qo'llanma bilan ta'minlanadi. Ya'ni darslik, o'qituvchi kitobi, metodik qo'llanma, o'quvchini mashq daftari. 6-chi, 7-chi, 10-chi sinflarda o'quvchini darsligi hamda o'qituvchini metodik qo'llanmasi birgalikda o'qituvchilarga yetkaziladi. Ya'ni o'qituvchi metodik qo'llanmani umumiy strukturasini tushuntiradigan bo'lsam, biz oldinlari o'quvchilarda darsligidan foydalanardik dars o'tish uchun. Bu yangi o'quv yilidan o'quvchini darsligidan emas, o'zimizni metodik qo'llanmamizdan foydalanib bemalol darsga tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin. Bu metodik qo'llanmada sizga qaysi metodlar yordamida o'tish, qaysi mavzuni, hamma barcha o'sha darslikdagi misollarni ishlanishi, javoblari, keyin nazoratchilar beriladi, nazoratchilarning namunalari qo'yiladi. Shu namunalar asosida o'sha matematika fanini yozma ishlarini olib borishlaring mumkin bo'ladi. Ya'ni biz o'sha konspekt yo'qotildi degan haligi nimani sababi ham xuddi shu edi. Mana o'qituvchi kitobini chiqarishimizdan maqsad. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi Xalq ta'lim vazirining 2022-yili 13-maydagi 144-sonli buyrug'i, bu variativ o'quv rejani tasdiqlash to'g'risida. Bu yerda o'tgan o'quv yilidagi o'zgarishdan farqi ba'zi bir nimalarga, yo'nalishlarga soat qo'shildi. Ya'ni masalan moliyaviy savodxonlikda, moliya iqtisod yo'nalishida oldin
5 soat o'zi bor edi, 5 soat berilgan edi. Bu o'quv yilidan 5 ta ustiga yana 6 beryapmiz, ya'ni bu 11 soat o'tiladi matematika. Misol uchun moliya iqtisod yo'nalishida. Boshlang'ich ta'limlarda demak web freelancerda o'zgarish bo'lgan. Keyingi slaydda o'tiramiz. Keyingisi demak kimyo texnologiya, geografiya va geologiya yo'nalishi hamda muhandislik yo'nalishi. Bu yerda geografiya, geologiyada o'zgarish bor, keyin muhandislik yo'nalishida 1 soatdan qo'shildi yana. Ya'ni bilasizlar bu nimani variativ o'quv rejani maqsadi, vazifasi nimaligini juda yaxshi bilasizlar. Ya'ni masalan oddiy o'quvchi repetitorga borgan taqdirda ham haftada 2 soatdan bo'lsa kuniga 3 marta borsa masalan 6 soat matematika o'qiydi. Bizda moliya iqtisod yo'nalishiga biz 11 soat matematikani beryapmiz. Ya'ni dars 11 soat o'tilyapti o'sha bolaga. Ya'ni repetitordan ko'ra nimani matematikani ko'proq ajratishga yo'l qo'yib beryapmiz. O'tkazdiramiz. Bu QR kodlarimiz o'sha nimalar bo'yicha Respublika ta'lim markazi, Xalq ta'limi vazirligini QR kodlari, mana shu QR kodlarda o'sha darslik, metodik qo'llanma, mashq daftari, umuman audio qo'llanmalar bular haqida bo'ladi. Endi 6-7-10 sinflarda darsligi haqida ozgina to'xtalaman. 6-7-10 sinfda darsligida o'zgarishlar, ayniqsa algebrada hozir geometriyaga ozgina to'xtalish berdik. Masalan, algebrani oladigan bo'lsak, 6-7 sinflarda umumiy aksiomatikadan voz kechildi. Buni mana taqirishchilarimiz bilishadi. O'zlaringda o'sha viloyatlaringdan taqirishchilarni olganmiz. Mualliflar ham viloyatdagi o'sha oddiy maktabda o'qituvchilaridan saralab oldik. Mana 7-sinfda 2 ta matematika o'qituvchisini oldik. Birinchisi Xorazmdan bo'lsa, ikkinchisi Qoraqalpog'istondan, To'rtko'l tumanidan, bittasi Xorazmdan, qaysi tumanida? Ergashaka. Xorazmdan o'sha o'qituvchi oddiy o'shalar mana o'sha o'qituvchilar Xorazmdan, Ergashaka Karimov o'qituvchini oldik, Murod aka Xo'janiyozovni oldik 7-sinfga. Masalan 10-sinfda algebra darsligini yozib turgan Qashqadaryodan oldik, Baxtiyor aka Abdiyev, O'zbekiston xalq o'qituvchisi matematik, Toshkent shahridan oldik. 6-sinflarda masalan Farg'ona, Andijonlik, Namanganlik o'qituvchilar yozgan bo'lsa, Sirdaryo viloyatidan oldik geometriya darsliklarini yozishga. Shularda nima bor? O'qituvchilarning salohiyat nimasi? Ya'ni 50 ga 50 hozir bizda darslikni yozishi. Ya'ni maqsad nima? Ko'p o'ylashadi, ko'p buni gapirishadi. Hali maktab ko'rmagan darslik yozyapti, palonida ortiqcha gap so'z ko'p bo'lgan. Shuning uchun mana o'zimizda amaliyotchi o'qituvchilarni jalb qilgan holatda darsliklar yozilyapti. Endi darsliklarimizda yana bitta o'zgarish, har bitta darslikda 2 tadan QR kod qo'yilgan. Mundarijani shuni pastida hozir Arabboy darslikda olib kelishga yordam beray. Matematika darsliklarini 6-7 farqi yo'q. QR kod qo'yib ketilgan. Bu QR kodni bittasi nima, bittasi qaysi? Shu an tushuntirib qo'yaman. Birinchi QR kodimizda ta'limiy o'yin ko'rinishida ilova bo'ladi. Buni o'quvchi yoki o'qituvchi telefonidan skaner qiladi. To'g'ridan to'g'ri Play Marketdagi o'sha nimani ilovani o'rnatib oladi kompyuterga. Undan keyin internet kerak emas. Faqat o'rnatib olish uchun internet kerak xolos. Bu keyin mana shu 6-sinfdan to shu masalan 6-sinfda maygacha bo'lgan, davrgacha bo'lgan mavzularni hammasiga biz topshiriqlar qo'yganmiz. Shu topshiriqlarni o'zi amaliy bajarib oxiri 6-sinfda tugatadi o'sha topshiriqlar bilan. Xuddi shuningdek 7-sinfda ham, 10-sinfda ham xuddi shunday
bo'ladi. Endi ikkinchi QR kodimiz biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolorado shtatining bitta platformasini o'zbek tiliga tarjima qilish huquqini oldik. Bular ruxsat berishdi. Biz hozir video darslarda o'sha 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan barcha video darslarni o'zbek tiliga tarjima qilyapmiz. Ya'ni o'quvchi skaner qiladi, to'g'ridan-to'g'ri o'sha videoni, o'sha mavzudagi videoni tanlab, ya'ni tushunmagan joyi bo'lsa, o'sha video orqali bemalol mavzuni tushunib olishi mumkin. Undan keyin darslikda ba'zi bir mavzulariga QR kod qo'yganmiz. Bu QR kod nima? Bu QR kodni skaner qilganda Xan akademiyasining video darslari bor. Masalan, biz butun sonlarni qo'shish mavzusiga QR kod qo'yib qo'ygan bo'lsak, mana shu QR kodni o'quvchi skaner qilsa, o'zi avtomatik ravishda o'sha video telefonida paydo bo'ladi. Bemalol o'sha nimani qilish mumkin. Masalan, 6-sinf matematika oladigan bo'lsak, mana bu yerda ikkita QR kod bor. Birinchisi demak ta'limiy o'yinlar uchun, ikkinchisi video darslar uchun. Undan keyin bundan ham tashqari mana ba'zi bir mavzularga mana bunaqa QR kod qo'yilgan. Bu QR kod masalan har xil mahrajli kasrlarni ayirish mavzusiga QR kod qo'yilyapti. Shuni skaner qilsa, o'quvchi to'g'ridan-to'g'ri Xan akademiyasini shu mavzudagi videosini tomosha qiladi. To'g'ridan-to'g'ri. Bu nima uchun kerak? Misol bildik, karantinda ancha qiynaldik. O'qituvchi Zoomda yo tushuntirib bera olmadi, yo bir o'quvchi Zoom orqali qatnashish anaqa muammo bo'ldi. Shularni hammasini e'tiborga olib turib, mana shu QR kodni joyladikda, masalan, o'quvchi qanaqadir holat bilan darsga kela olmay qolgan taqdirda ham shu QR kod orqali darsni ko'rishi mumkin. Ikkinchi yana bitta yaxshi tarafi, masalan, birinchi soatda o'qituvchining o'zini darsiga tushunmay qolgan holat bo'lsa, uyga keladi, video darsni ko'radi, yana qaytargan bo'ladi-da, yana bemalol o'sha mavzuni bemalol tushunib olgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Hozirgi amalga oshirilayotgan turgan ishlar qisqachasi shu. Biz endi qisqacha qilamiz. Bundan keyingi ma'ruzalarimiz amaliy bo'ladi. Ya'ni sizlarga topshiriq berish, topshiriq olishlar bo'ladi. Endi misol ishlash bas. Bir qanaqadir yangi metodika bo'yicha sizlarga matematikani qanday o'rgatish bo'yicha ozgina shug'ullanamiz. Shular haqida gaplashamiz. Umuman matematika bo'yicha nimalarimiz shu. Endi variativ o'quv reja bo'yicha, variativ bo'yicha ham o'quv reja bo'yicha ham taqvim mavzu rejalar tayyor. Buni sizlarga yetkazilgan, o'zi yetib borgan bo'lish kerak. Ko'pchilik o'qituvchilarda bitta nima bo'lyapti? Nazoratchilarni taqvim rejaga qo'yish holati. O'quv dasturlarida nazorat ishlarida biz shunday joylashtirganmizki, har bitta bobda oxirida 1 soat nazoratchi, 1 soat xatolar ustida ishlash bo'ladi. Masalan, bitta bo'lim 20 soatga belgilangan bo'lsa, 20 soatga belgilangan bo'lsa, o'qituvchi u yerda 2 soat nazoratchini olish kerak emas. O'quv dasturidan chiqish holati bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'quv dasturida biz 20 soat общий 20 soat beryapmiz. Umumiy soatni mana shu 20 soatning ichida, demak 18 soatni mavzu, 2 soati, demak 1 soat nazoratchiga, 1 soat xatolar ustida ishlashga ketish kerak. Endi hozirgi yangi yaratilgan darsliklarimizda loyiha ishi bor. Mana shu loyiha ishi bu xudo xolasa yaqin nima darajasiga chiqadi. Bu hozir ko'pchilik e'tibor berishmayapti. Masalan, choraklik bahoni hisoblab chiqarishda mana shu loyiha ishini ham bahosini olish taklifi turibdi. Ya'ni bu loyiha ishini qilishdan maqsad o'quvchini amaliy kompetensiyasini oshirish, o'sha hayotda kerak bo'ladigan mavzular bo'yicha o'sha bilimini oshirish maqsad qilingan bu loyiha ishida. Hozirgi o'sha darsliklarimizdagi loyiha ishlarini ko'rsalaring, masalan, oddiy misol, bitta o'quvchi loyiha ishi beryapmiz. Ota-ona bankdan kredit olish kerak, qaysi bankdan olishni bilmayapti. Agar shu
Bizni loyiha ishimizni o'quvchi agar yaxshi o'rgansa, ota-onasiga bemalol tavsiya bera oladi. Loyiha ishi bo'yicha qaysi bankdan kreditni olishdi. Yoki bo'lmasam 10-sinf geometriyasida trigonometrik funksiyalarga biz loyiha ishi beryapmiz. Trigonometrik funksiya deganda o'quvchi qayerda ishlataman deydi-da. Mana shu qayerda ishlatilishini biz darslikda ko'rsatib qo'yyapmiz. Mana shu joylarda ishlatilish mumkinligi haqida. 7-sinfda ham loyiha ishlari bor. Hozirgi holatigacha bu loyiha ishining bahosi joriy nazorat ishiga o'xshagan. Joriy nazoratlarimiz borki, har kunlik baho deydi. Endi hozir baholash bo'yicha umumiy nima ketyapti? Ish ketyapti. Baholash, summativ baholash, formativ baholash haqida umumiy hali ish ketyapti. Mana shu ish bo'lish jarayonida biz loyiha ishini summativ baholashga tenglashtirish. Tushunyapsizmi? Agar shu summativ baholashga tenglashtirilsa, ya'ni nazorat ishi darajasiga yetkazdirsak buni baholanishini, o'quvchi buni bajarishga majbur bo'ladi-da, shu bahoni olishim kerak deb o'quvchi bajarishga majbur bo'ladi. Endi loyiha ishi bu 1 soatlik ish emas bu. O'zi bu loyiha ishi haqida o'zi bilishimiz kerak. Loyiha ishi masalan 45 minutda biz ikkita loyiha ishi berganmiz xolos bitta darslikka. Yilni boshida, yilni o'rtasida, masalan kuzda, birinchi chorakda tugashida bitta loyiha ishi beramiz. Buni biz muddatini o'qituvchi kitobiga beramiz. O'quvchi uni tayyorlab bankka boradimi, kerak bo'lsa dadasidan so'raydi, kerak bo'lsa bitta moliyachidan so'raydi, kerak bo'lsa oddiy yo'lsozdan so'raydiganlari bor. Yoki bo'lmasam kinoteatr xodimidan so'raydiganlari ham bor-da. O'sha yerdan olib sizga mayda topshiradi. U loyiha ishini taqdimotini mayda beradi. Loyiha ishi proyektning raboti mana shu. Biz 45 minutda bu loyiha ishini qilmaymiz. Biz bu halicha loyiha ishi bo'yicha zoom qilamiz hali respublika bo'yicha. Buni tushuntiramiz. Bu loyiha ishi shunday narsaki, ma'lum bir muddat sarf vaqt talab qiladi. Internet saytlardan qidiradi kerak bo'lsa, kerakli ma'lumotlarni. U saytlarni ro'yxatiga tushirib berganmiz. Masalan, 7-sinf bolaga kredit olish bo'yicha, kreditni qilish bo'yicha loyiha ishi beryapmiz-da. U kreditni qayerdan olinadi? Bankka borib kelsa xavfli, misol, yo'ldan o'tishi mumkin bo'lish. Biz internet saytini berdik. 3 xil internet saytini berdik. Bola internet saytiga kiradi, banklarning ro'yxati avtomatik o'sha saytdan chiqadi. Kreditlarini solishtiradi, foizini. Misol 3 yilga 26% dan olsam, buncha bo'lar ekan deydi. 5 yilga keyin kreditning kalkulyatori bor. O'sha har bitta bankda ilovalarida. Mana shu kreditni nimasida qancha to'lasam, qancha olsam, qancha to'lasam, qancha foyda qilaman. Pulni to'lashda o'sishdan kamayishga qarab to'laganim yaxshimi yoki summani bir xil qo'ydirganim yaxshimi? Hozirgacha ko'pchilik qaysi birini qo'ydirishda to'g'risi bilishmaydi. To'g'rimi? Endi matematik bo'lganligi uchun, hisob-kitob qilganingiz uchun shuni aytyapsiz. Ba'zi bir nimalarda, masalan, endi O'zbekistonda 100 mingta matematik bo'lsa, 100 mingtasi biladi xolos-da. To'g'rimi? Buni oddiy xalq ham bilish kerak edi. Bank holagan uslugasini qo'ymaslik kerak edi. To'xtab tur, sen bo'lmading deydi, nariga bankka kirish kerak. To'g'rimi? Men senga ya'ni ko'p pul to'layapman. Foizing o'sha kamayib bir xil summani qo'yganing uchun senga ko'p pul to'layapman. Sen bo'lmaysan ekan deb turib, boshqa bankka kirish kerak. Bank monopoliya emas. 50 tadan oshiq bank bor. Xolaganidan o'ziga qobiliyatiga kerakligini tanlay. Mana shu bitta loyiha ishi mana. Buni biz 10 kun muddatda emas, 20 kun muddatda emas, kerak bo'lsa 5 oy beramiz muddat. Tayyorlab sizga oxirida topshiradi. Loyiha ishining mazmuni mana shu. Shu loyihani 30 o'quvchiga beriladimi? 30 ta. Bitta loyiha ishi 30 ta o'quvchiga beriladi. 30 ta o'quvchi o'zi o'ylanib ishini qilib, daftariga yozib, kerak bo'lsa qo'lidan kelsa informatika xonasiga proyekt bunaqangi slaydini tayyorlab, diagrammasini qilib, mana shunday holatlargacha topshirsa, o'shanga qarab baholanadi. 100% topshirish shart.
hozircha biz joriy oraliq nazorat deb turibmiz, joriy nazorat. Endi yillar o'tib mana bu baholash nimasiga o'tib bo'lganimizdan keyin nazoratchiga tenglashtirish, masalan, nazoratchi 100% hamma bajarish kerak-ku. Shunga o'xshagan bo'ladi. 100% topshiradigan bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchi uni Yo'l yo'riq ko'rsatadi. nazorat ishi daftariga o'xshab saqlab qo'yish kerak. Ha, Tekshiruvchilar so'rab qolganda ko'rsatadigan darajada bo'lish kerak. shunday narsa bo'ladi. Bu faqat maqsad hayotiy ko'nikmasini shakllantirish xolos. Matematikani hayotda kerak bo'lishini. Ustozlar, ikkinchi ma'ruzamiz taqdimot Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti, oliy matematik tadqiqot dotsenti Abbos aka Akmalov hamda shu bilan birga 7-sinf algebra darsliklarini mualliflari so'z navbat ularga, bularda o'sha mavzulari o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish mavzusida bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi mavzuyimizga o'quvchilarda mana tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish degan mavzu berilgan ekan. Va bu mavzuni yoritishdan oldin nima uchun shu mavzu tanlandi va nima uchun kerakli to'g'risida qisqacha to'xtab o'tib ketamiz. Sababi oxirgi respublikamizda bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asosan o'quvchilarni, umuman o'quvchilarni emas, fuqarolarni tanqidiy fikrlashga chorlaydigan hukumat qarorlar, qonunlar chiqmoqda. Va buni biz ta'lim sohasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, quyidagi normativ hujjatlarda ushbu masalaga qaratilganligini sizlarning diqqatinglarni jalb qilmoqchiman. Demak, sizlarga ma'lumki, oxirgi yillarda bizda ta'lim juda katta o'zgarishlar bo'lyapti va o'zgarishlardan eng kattasi bu aytganimizdek tanqidiy fikrlash, ya'ni yutuqlar o'zimiz bilan birga biz kamchilikni ko'rsatib yoki tanqidiy fikrlab shu kamchilikni bartaraf etishni yo'llarini izlashimiz kerak. Va shu maqsadda hukumatimiz tomonidan mana bu yerda hammanglarga tanish bo'lgan 2019-yilda 29-aprelda rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi va bu konsepsiyaga e'tibor qaratgan bo'lsanglar, hammanglar tanishgan bo'lsanglar, bu yerda aynan tanqidiy fikrlash, rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu konsepsiya loyihasini ichida amalga oshiriladigan bir necha vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Va bu vazifalarni amalga oshirish uchun keyinchalik yangi qaror va qonunlar ishlab chiqildi. Agarda kimdir ko'rgan bo'lsa, bundan keyingi slaydga o'tsangiz, yana bir qaror chiqdiki, mana prezidentimizni zamonaviy maktablarni tashkil etish bo'yicha. Va bu tanishgan bo'lsanglar, boya ham ma'ruzachi etildi. Maktablarni biz ta'mirlayapmiz. Mana bu yil juda katta vazirimiz aytdilar, juda katta e'tibor qaratildi. O'z-o'zidan bo'lgani-yu, o'z-o'zidan ishlab chiqilgani-yu va qaysi maktab bo'ldi degan savolga aynan shu qarorda belgilanib o'tildi. Ushbu qarorda qonun Vazirlar Mahkamasi qarorida 30-yilgacha bo'lgan davrda qaysi maktabga qancha pul ajratiladi va qanday ta'minlanish bo'yicha ushbu qarorlarda ko'rsatib o'tildi. Bundan keyin esa biz moddiy jihatdan biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, endi ta'limni o'ziga e'tibor qaratilgan bir necha qarorlar chiqqaniga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan keyinchalik esa mana oxirgi 2020-yil 23-sentyabrda hammanglarga ma'lum ta'lim to'g'risidagi qonunimizni yangiladi. Nima uchun? Sababi bilasizlar, bizda ta'lim sohasida o'zgarishlar bo'ldi. Akademik litseylarning faoliyati o'zgardi, kasb-hunar kollejlarining faoliyati ham tubdan o'zgarib, ba'zi birlari tugatildi va bunda negizida bilasizlar qonun bo'lish kerak. Eski qonun ishlab turganda u yaroqsizlik holatiga keldi va bu qonunda ishlab chiqishda aynan tanqidiy fikrlashlarning elementlarini biz ko'rishimiz mumkin. Nima uchun? Biz tanqid deganda ko'pchilik uni kamchilik deb tushunadi. Yo'q, tanqid deganda biz ko'proq yangilikka intilish, yangicha yondashuv asosida ta'limga xizmat qiluvchi bir qarashlarni biz tushunishimiz kerak. Va bilasizlarki, ta'limning asosiy qonun asosida biz ish ko'rishimiz kerak. Demak, ta'lim to'g'risidagi qonunimiz qabul qildik, chunki bizda yangicha yondashuv va yangicha yondashuv asosida o'quv jarayonini tashkil etishimiz kerak bo'ldi. Va buning natijasida qonundan kelib chiqqan holatda mana Ahadbek
berilib 2020-yil 6-noyabrda 48-84 sonli qaror qabul qilindi. Va bu qarori negizida mana biz o'tiribmiz, yangi milliy dastur ishlab chiqish va yangi adabiyotlarni ishlab chiqishi aynan shu qarorda belgilanib o'tildi. Va buni negizida shu qarori ijrosi nuqtai nazaridan biz yangi matematikadan milliy dastur ishlab chiqdik. Va bunda milliy dastur ishlab chiqishda aynan tanqidiy fikrlash, tanqidiy qarashlarni asos qilib uzviylik va uzluksizlikka ko'proq e'tibor qaratdik. Mana Xolmirza ko'rsatib o'tib ketdilar. Uzviylik va uzluksizlikni qarashda biz ayrim mavzularni maktab, umumiy o'rta ta'lim maktabdan oliy ta'limga o'tkazdik. Sababi bolani psixologik jihatdan undagi tushunchalarni o'zlashtirishda qiyinchilikka duch keldi. Nafaqat bolalar, balki ba'zi bir ustozlar. Misol uchun chiziqli programmalashtirish masalalari bor, modellashtirish masalalarida ko'pgina o'qituvchilar bizda qiynalib qoldi. Va biz aytdikki, yaxshisi buni oliy ta'lim muassasalarida o'qiydi, kerak bo'lsa o'rganib oladi. Bolani miyasini undan chalg'itib, nagruzkasini emas, biz uni yengillashtirib berishimiz kerak. Va natijada mana hozir bular ta'kidlab o'tdilar, yangi avlod darsliklarida biz tanqidiy fikrlash orqali biz soddalikka olib keldik. Ya'ni murakkablashtirishga emas, soddaroq. Sodda tushunchani bola o'zlashtirsa, ta'lim standartiga javob beradi deb. Sababi yana ikkinchi parametri bor. Sizlarga ma'lumki, mana hozir kirish imtihonlari ketyapti. Kirish imtihonlari test savollar qayerdan olinadi? Nima qilib baza bo'ladi? Nima asosida olinyapti? Bilasizlar, u nima? Maktab darsliklarida berilgan mavzular shular asosida testlar tuzilyapti. Agarda biz chiziqli programmalashtirishni qilib olsak, hozir deylik murakkab savollarni qiladigan bo'lsak, mana abituriyentlarimiz, mana topshirayotgan o'quvchilarimiz qiynalib qoldi. Tayyorgarlik ko'rishdi va shu maqsadda biz uni soddalikka olib keldikki, asosiy kerak bo'ladigan, misol uchun deylik, medikka kerak bo'ladigan yoki muhandisga kerak bo'ladigan tushunchalarni saqlab qoldik, kerak bo'lmaganini oliy ta'limda o'rganib oladi deb bu yoqqa o'tkazib yubordik. Va buni yana uchinchi tomoniga e'tibor qaratdikki, biz amaliy jihatdan, mana Xolmirza ham aytdilar, biz endi nazariya emas, uni amaliyotga ko'proq e'tibor qaratdik. Yangi darsliklarda. Hali ko'rasizlar, darsliklarni o'rganayotganinglarda nazariy kam berilgan, ko'proq amaliy mazmundagi masalalar va misollardan boyitganmiz. Sababi mana test savollariga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, hozir nazariy kamroq yoki amaliy jihatdan. Va yangicha yondashuv hozir bo'lyaptiki, testda quruq misol emas, uni sxematik beriladi. Bola tanqidiy fikrlab, kreativ yondashuv asosida ishlash kerak bo'ladi. Bir necha misollarni hozir keltirganmiz, ular bilan ham tanishib o'tamiz. Undan tashqari mana sizlarga ma'lumki yana bir qaror bor. Maktablarning reytingini aniqlash, bilan menimcha tanish bo'lsanglar kerak. Ya'ni maktablarni 3 ta rangi ajratish: qizil, sariq, yashil. Va hozir boshqarmalar bilan birgalikda integratsiyani amalga oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining xalq ta'lim tizimini biz integratsiyasini amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni integratsiya mazmuni nimadan iborat? Biz boshqarmalar bilan hamkorlikda, ya'ni masalan Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda bir guruh o'qituvchilarni biz treninglar o'tkazib, ularni malaka toifaga tayyorgarlik tayyorlashda eksperiment sifatida o'tkazdik va hozirgi kunda natijasini kutmoqdamiz-da. Nafaqat nizomiy, balki deylik Islom universitetiga yoki boshqa texnik universitetiga ham hozirgi kunda biriktirilgan maktablar va o'sha yerda biriktirilgan maktablarda, ya'ni ularni qizil hudud rangidan sariq, yashilga olib chiqish masalasi. Sababi qizil deganda eng qoloq va matematika savodxonligi past bo'lgan maktab o'qituvchilari tanlangan. Va biz ularni hozir birinchi toifaga, ikkinchi toifaga olib chiqish ishlarini hamkorlikda amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni oliy ta'lim o'zi emas, balki xalq ta'limi vazirligi, boshqarmalarning hamkorligida ushbu narsalar amalga oshirilmoqda. Bundan keyingi qarordan hozir ko'rasizlar, yana bir narsa borki, yana qaror chiqdi. Buni hammanglar bilishingiz kerak. Bu aynan matematikaga. Nima uchun biz matematika dedik? Yuqoridagilar umumiy qaror bo'ladigan bo'lsa, bu oxirgisi faqat matematika sohasiga qaror. Bu qaror chiqish orqali biz hozirgi kunda matematikada sal boshqacha deylik qarash vujudga keldi. Agarda tanishgan bo'lsanglar, ushbu qaror bilan 4708 7-mayda
20-yil chiqqan qaror bilan hammanglar tanishgan bo'lsanglar kerak. Ushbu qarorda 3 ta joyi bor, oldin bo'lmagan. Kim biladi shu 3 ta joyini? Oldin qarorlarda uchratmagansizlar. Faqat shu qarorda belgilandi va shu qaror asosida hozirgi kunda hayotimizga kirib bormoqda. Nima shu qarorda belgilandi matematiklarga? Kim biladi? Mana o'qigan ekansizlar, tanishibsizlar. Ta'lim to'g'risidagi qonun tushunali endi, hamma umumiy. Kim biladi bunda nima yangilik kiritildi shu qarorda? Matematikaga ixtisoslashtirilgan. Ixtisoslashtirilgan maktablar tugatildi aslida hozirgi kunda faoliyati. Matematika ixtisoslashtirilgan maktablar ochildi. Xo'p, ochishda kimni ishtiroki bor? Yo'q, milliy sertifikat bunda emas. Ya, matematikaga ixtisoslashgan maktab dedingiz. Unga kim saylaydi, kimni vakolatli organ sifatida belgilandi? Yo'q, oliy ta'lim ham emas. Test markazi ham emas. Matematika instituti belgilandi. Hamkorlikda va bu yerda yana bitta qaror qilindiki, direktori nima hokimmi maslahatchi sifatida lavozimda egallaydi. Bu birinchisi. Yana qanaqa o'zgarish berdi? Ayniqsa matematika sohasiga. 4708 bo'yicha. Hop, maktabga yetdinglar. Har bir hududda hozir matematika ixtisoslashgan maktablar ochilyapti. Ya, idum boshqa, matematika ixtisoslashgan maktab boshqa. Yana yopildim, bilmadim, lekin shu qarorda ochilsin matematika. Agentlik tasarrufidagi har bir tuman shahar maktablar ochildi. Hop, yaxshi, u prezident agentligi o'tdi. Yana nima bo'ldi? O'sha maktab direktori hokimiyat maslahatchisi. Ya, uni etdik. Yana nima bo'ldi? Yana nima yangilik kiritildi matematika sohasiga? Ya, u milliy sertifikat haqida gapiryapsiz. O'qimabsizlar qaror bandlarini. Matematikaga qiziqtirish maqsadida Al-Xorazmiy mukofoti joriy etildi. $50,000 beriladigan. Agar o'qigan bo'lsanglar. Matematikani o'qisang, kelajakda $50,000. Mana kechida maqtanishyapti. Oddiy misol, hayotimizda oladigan shaxmatlar butun jahon chempioni bo'ldi. Prezidentimiz tabrikladilar va internetlarda yozib chiqqan, har bir shaxmatchiga 600 million yutdi deb. Nima uchun bizda shaxmat rivojlandi? Motivatsiya bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan matematika faniga bolalarni qiziqtirish va uni o'qish maqsadida, ya'ni o'qisang, matematikani bilsang, kelajakda u orqali pul topishing mumkin. Juda katta pul miqdorini topishing mumkin bo'ladi. $50,000 3 ta yo'nalishga beriladigan bo'ldi har yili. Bu ikkinchisi. Uchinchi bir asosiy narsa ochildiki, hozirgi kunda ilm, mana bu yerda ahamiyat berilib, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishga qaratilgan bandi bor. Bu bandda aytilganki, matematika so'zi uchragan barcha o'quv adabiyotlarini matematika instituti laboratoriyasidan o'tkaziladi deyiladi. Ya'ni oldindagi xohlagan universitet o'zicha chiqarmaydi. Uni ishlab chiqadi, darslikni yozadi. Mana hozir shu darsliklar ham birinchi ta'lim markazida paydo bo'ldi. Mualliflar, tuzuvchilar tomonidan yozildi. Ekspertizaga matematika institutiga jo'natildi. Agarda yaroqli deb beradigan bo'lsa, matematika instituti keyin chop etiladigan bo'ldi. Keyinchalik Xalq ta'lim vazirligi, boshqa vazirliklar bilan hamkorlik birgalikda soglasioniya qilingandi. Undan tashqari bu qarorga kelibda kim ilm tadqiqotdan shug'ullanadigan bo'lsa, hozir kunda yetakchi tashkilot sifatida matematika institutidan o'tish kerak. Matematika o'qitish metodikasidan yoqlaysizlarmi? Boshlang'ichdan yoqlaysizlarmi? Pedagogikada yoqlar 01 yo'nalish bo'yicha ham kim yoqlaydigan bo'lsa, unda matematika so'zi uchragan bo'lsa, matematika institutiga borib seminardan o'tish ta'kidlanib o'tildi. Oldin bu narsa yo'q edi. Mana asosiy 3 ta narsa o'zgarish shu qarordan kelib chiqdi. Ana endi matematika haqida gapirdik. O'zi tanqidiy fikrlash nima degan savolga mana quyidagicha izohli lug'atlarda quyidagicha ta'rif berilgan ekan. Tanqidiy fikrlash axborotlarni o'zlashtirishdan boshlanadigan va xulosa chiqarish bilan tugallanadigan murakkab o'ylash jarayonidir. Uning innovatsion
Texnologiyalar esa matnlar bilan, jadvallar bilan ishlash, o'quv jarayonida o'shalarni qo'llash bu uning innovatsion texnologiyalar hisoblanadi. Boshqacha aytganda biz tanqidiy fikrlash deb aytamiz. Uni biz xohlaysizmi, xohlamaymizmi, o'quv jarayonida hozirgi kunda qo'llamoqdamiz. Va uni eng oddiy ko'rinishi graf organizerlar degan 2012-yilda ta'lim sohasiga kirib keldi. Hammanglar tanisizlar. Konstruktor jadvali bor, klaster metodi bor va hokazo. Nima uchun? Chunki biz matematikani boshqacha yondashuv asosida uni rivojlanishiga xizmat qiladigan qandaydir vositalardan foydalanishimiz kerak bo'lib qoldi. Va bu yerda ahamiyat berilgan tanqidiy fikrlash yana bir adabiyotlarda quyidagicha ta'rif berilgan o'quv sinfxonasidagi ruhiyatni o'zgartirishga olib keladigan strategiyalar majmuidir. Ya'ni sinfda qarab mavzuga qarab sizlar texnologiyani tanlaysizlar va texnologiya xizmat qilsa uni qo'llaymiz, texnologiya xizmat qilmasa qo'llamaysizlar. Agarda ta'sir etmasa, demak u tanqidiy fikrlash bo'lmaydi. Ko'pincha mana kechida ham tanqidiy fikrlash deyilganda biz har sohada ko'rishimiz mumkin. Oddiy misol uni bizda Hojiboy Tojiboyev ko'rsatgan. Esingizda bo'lsa, bitta qiladi-ku. Dehqon to'xtab tur deydi, nimaga orqa tomonga ketmaydi deydi. Demak, bu yoqqa ham o'raymiz deydi. Ikkinchi odam yana bir fikr bildiradi. Natijada qandaydir bitta dehqondan murakkab bir kombayn ishlab chiqiladi-da. Kombayn bo'lib ketib qoladi, to'g'rimi? Yoki kechida agarda ko'rgan bo'lsangiz, yana matematika o'qituvchisida yana bir tanqidiy fikri, bir elementini ko'rishimiz mumkin. Kichik odamlar degan badiiy film ko'rsatdi kecha, ko'rgan bo'lsanglar. Ko'rdinglarmi yo'q bilmadim. Kechida juda 90-yillarda yaratilgan bitta matematika o'qituvchisi shogirdini urushadi va kelajakda u ko'rasiz, men sizga qarshi deb juda katta lavozimdagi ega bo'ladi. Ko'rganmisizlar yo'q bilmadim. Kechida ko'rsatdi shu filmda bir ko'rib. Demak, o'sha yerda agarda tanqidiy yondashmaganda o'qituvchi u odam yuqori lavozimga erishmagan bo'lar edi. Tanqidiy fikrlash u kamsitish emas, unga motivatsiya berishi nazarda tutadi. Chunki bizda ko'proq tanqidiy fikrlash, prezidentimiz aytganlar, boya aytganimizdek, yutuqlarimiz bizdan biriga tanqidiy fikrlashimiz keladiganimizda bizda ko'proq kamchilik ko'rsatiladi. Kamchilik bilan tanqidiy fikrlash ko'pchilik bir-biriga yaqin tushuncha biladi, lekin tanqidiy fikrlash boshqa narsa, kamchilikni ko'rsatish boshqa narsa. Mana tanqidiy fikrlash misol tariqasida ko'rsatishdi. Chilonzor deylik tumanda bo'lgan voqeani, daraxtlarning tagidan ildizini kesib tashlab, u kamchilik. Tanqidiy fikrlash emas, chunki kamchilikni ko'rsatyapti. Tanqidiy fikrlash bo'lganda bundoq o'tkazganda yaxshi bo'ladi, uni oldini olganda va texnologiyasini ko'rsatganda bular noto'g'ri qilishmoqchi, mana bundoq o'tkazsa yaxshi bo'ladi deganda u tanqidiy fikrlash bo'lar edi. Keyingi slaydga o'tqizsangiz. Ana endi tanqidiy fikrlash o'zi nima deganda, mana uni elementlari bor. Elementlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hozirgi kunda eng katta narsa so'ralayotgan bu mustaqil fikrlash. Mustaqil fikrlash bo'lmasa insonda tanqidiy fikrlash bo'lmaydi. Chunki boya ma'ruzachilarning aytishdi, yangicha yondashuv bo'lish kerak. Bola mustaqil xulosa chiqarish kerak. Ikkinchisi, axborot tanqidiy fikrlashni boshlanishidir. Har kim mana axborot olasizlar, uni qanday ishlatish u insonga bog'liqdir. U tanqidiy bo'ladimi, boshqacha yondashuv bo'ladimi, lekin baribir fikrlaydi, o'z mulohazasini, munosabatini bildiradi. Keyingisi savolning qo'yilishi va hal qilinishi zarur bo'lgan muammolarni aniqlash. Mana bu narsa matematikada ko'p uchraydi hozirgi zamonaviy pedagogik texnologiyalarda. Ayniqsa case texnologiyasida savol to'g'ri qo'yilishi kerak, muammo aniqlanishi kerak, uni yechimini biz ko'rsata bilishimiz kerak. Agar noto'g'ri qo'yiladigan bo'lsa, yechim ham noto'g'ri bo'ladi, yo'nalish ham noto'g'ri bo'ladi, natija ham salbiy bo'ladi. Ishonchli dalillarga intilish. Agarda matematikada ishonchli bo'lmasa, u holda noto'g'ri fikrlash paydo bo'ladi va noto'g'ri xulosa chiqariladi. Ayniqsa bu ustozga bog'liq. Men tajribamizda ko'p ko'rganmiz. Noto'g'ri formulani berish oqibatida bola qo'llash natijasida misoli noto'g'ri ishlaydi. Kim ko'rsatdi deganda bilasizlar kim deydi? Ustozim shunaqa deydi. Ba'zi bir formulalar borki, xususiy holatlar uchun ishlaydi. Ba'zi birlari umumiy holat uchun ishlaydi. Misol uchun balandlikni topish formulasi bor. H barobar A B bo'lu S. Bilasizlar bu qaysi uchburchak uchun? Faqat to'g'ri burchakli uchburchak uchun. Teng yorligi qo'llab bo'lmaydi. Uchburchak uchun shu o'rinli deb ketadigan bo'lsa, bola qo'llaydigan bo'lsa, natijada testda noto'g'ri ishlaydi va sekin-sekin unda ko'nikma shakllanib qolish ehtimolligi bor. Shuning uchun biz ishonchli dalillarga intilishni berdik. Ijtimoiy fikrlashdir. Ijtimoiy fikrlash deganda hozir juda ko'proq e'tibor qaratilyapti.
sinfda har kim o'zini fikrini bayon etish. Agar ijtimoiy fikrni bilmasa, u holda jarayon, ya'ni mana shunaqa zerikarli va o'zaro nima edi deylik samarasiz dars jarayonni biz tashkil etamiz. Maqsad hozirgi kunda bahs, munozara dars jarayonida hukmron surish kerak. Bahs, munozara bo'lmasa, intilish ham bo'lmaydi, dars ham zerikarli bo'ladi. Natijada bola psixologik jihatdan mana hammalar o'qigansizlar, ma'ruzada boshlang'ich 15 minut qabul qiladi, qolgan 25 minut men zo'r gapirsanglar ham bola qabul qilmaydi. Shuning uchun orada nima qilish kerak? Lirik chekinish qilib tursak, yanada bizda o'zlashtirish ancha deylik samarasini berishi mumkin. Keyingisi o'tqizsak. Xo'p, noldi. Demak, elementlarini bildik, shart-sharoit nimadan iborat deganni qisqacha aytamiz. Demak, tajribasini orttirishga vaqt va imkoniyat berish o'quvchilarga, ularni o'zaro to'g'ri yo noto'g'ri bayon etish, mustaqil fikrlashlariga sharoit yaratib berishimiz kerak va eng asosiysi hozir talab qilinayotgan narsa, o'quvchi javob berganda kulish kerak emas. Ustidan kuldimi, bu kamsitish bo'ladi. Mana oddiy misol shu narsaga. Matematikadan emas, kechida bitta Namanganda bitta mast haydovchi o'z aybini iqror qilib, bitta yo'l patrul xodimi kulgani uchun uni ish ko'rilyapti. Ko'rdi, bitta kulish. Ya'ni inson ustidan hech kim haqqi yo'q kulishga-da. Shu yerda bitta video rolik aytaman, men ijtimoiy tarmoqda tarqadi. Biz ham bola noto'g'ri ishlab qo'ysa ham uni ustidan kulishimiz kerak emas, to'g'ri yondashib berishimiz kerak va uni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri sal yanishibsan deb sal boshqacharoq vaziyatdan chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari bolaning fikrini biz har doim qadrlashimiz kerak. To'g'ri gapiradimi, noto'g'ri gapiradi. Noto'g'risini biz uni noto'g'ri emas, uni qandaydir deylik motivatsiya qilib, unga biz yo'l ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Agarda kamsitursangiz, sam bo'lmaysan, chiqmaydigan bo'lsa, uni yuzi qotib, kelajakda haqiqatda matematika savodxonligiga biz sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Ana bu narsalarni ko'radigan bo'lsak, bular hammasi negizda bilasizlar, nima yotadi? Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi. Va hozirgi kunda bizda ham shu narsa ketyaptiki, tendensiya nafaqat O'zbekiston, dunyoda ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasini joriy etilishi. Ya'ni shaxsmi birinchi navbatda turishi kerak. U kichik bo'ladimi, katta bo'ladimi, u jamiyatning qandaydir bir qismi va uni jamiyatning elementi hisoblanadi. Ana endi bularni narsalarni oladigan bo'lsak, hammasini tashkil etuvchi narsa matematikani o'qitish metodikasidir. Metodikani bilasizlar, hammanglar tashkil etuvchi elementlari bor, maqsadi, mazmuni, o'qitish metodlari, ta'lim shakli, ta'lim vositalari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Biz hozir mana hammanglar bilasizlar, bizning asosiy maqsadimiz texnologiyalardan to'g'ri foydalanish va matematik tushunchalarni yetkazib berishdan iborat. Texnologiya hammanglar bilasizlar, men texnologiyani o'qitish niyatim yo'q. Case texnologiyasini bilasizlar, hozir loyiha metodi qo'llanilmoqda. Eng oxirgi matematika kirib kelgan bu texnologiyalar. Graf organizmlarni mendan ham yaxshi bilishinglar kerak hammanglar, chunki 2012-yildan beri bu ta'lim sohasida ishlatilib kelmoqda. Endi metodikani tashkil etuvchi narsa bilasizlar, boya aytganimizdek me'yoriy hujjat. Sekin o'tkazing. Va biz kecha so'raganimizda mana ikkita boya Xolmirza berdilar, milliy dastur bor. Kim ikkalasi bilan tanishgan ichinglardan? Va qaysi bilan o'quv yilida biz ishlaymiz? Matematikada mana men ham berilgan o'qituvchilarga uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturidan tashqari umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturi. Kim ikkalasi bilan tanishgan ichinglarda? Ichinglarda bormi tanishganlar? Ha? Hop. İçini kirdinglarmi? Kirdinglarmi ichiga? Nima farqi borligini bilib oldinglarmi? Men sizga aytmoqchiman. Mana qarang, ikkita dastur qo'ydim. Mana. Farqi nima? Ikkalasi ham yangi. Farqini kim biladi ichida? Yo ikkalasi bitta narsami? Men ikki xil ko'rinish berdim sizlarga. Qani fikrlashinglarni ko'ringlar. Har doim ham ikki xil ko'ringan narsa ikki xil bo'lavermaydi. Mana ikkita xoslarga men me'yoriy hujjat taqdim etdim-da, ertaga sizlar o'quv jarayonini tashkil etishinglar kerak. Fikrlar jarayonida. Buchi. Qayerda yozib qo'yibdi boshqa sinflar uchun?
Bu eski emas bu ham. Bu ham yangi. Bu uzvilik, ha? Ta'lim inspeksiyasi tomonidan barchaga muhokama qilinishiga portalga qo'yilgan dastur bu. Tanishganmisizlar o'zi yo'qmi? Hamma respublika o'qituvchilari fikrini berdi. Fikrlar asosida ishlab chiqildi. Yana bitta dastur sizlarga taqdim etaman. Qaysi biriga bergansiz? Unisiga ham, bunisiga ham. Bunisiga berdinglar. Qaysi bunga berdinglar? Bunisiga bermadingiz. Yo'q, hozirda bunisi borda. Ha. O'shanisini mana bu Mirakida seminar bo'lganda, misol bilet vakillarga misol, hamma darsliklarga berdi, o'quv dasturi bo'yicha o'zimizdagi viloyatdagi mana seminar o'tkazib, o'quvchilar tanishtirish maqsadida trenerlarga beradi, boshqarmaga nima qilgan, endi seminar o'tkazib. Tushunali. Demak, siz bu bo'yicha ishlaysiz, to'g'rimi? Bu bo'yicha ishlaymiz. Ikkalasini ham ishlaysizmi? Lekin farqi bor ikkalasini. Boya to'g'ri aytdilar, ahayat berdi. 3, 6, 7, 10 dan ishlaysiz. Qolgan sinflar qaysida ishlanadi? Bu dastur kimga unda? Mana bu dastur kimga? Matematikada. O'sha sinflar uchun dastur. O'qituvchining darsi emasmi? Yo'q. Bu barcha sinflarga. Demak, qaysi biri kuchli to'plam nuqtai nazaridan? Ha, bu katta to'plam, bu to'plam osti bo'lib qolyapti. Bunday savolga javob berish uchun sizlar ikkalasini tanishib chiqishinglar kerak edi. Bu bilan ham, bu bilan. Va hozir tanishganinglarda farqini aytib berardinglar. Bu dastur nima uchun? Qanday, nima berilgan? Bu dasturda nima berilgan? Agar hozir shu yerdan men xulosa qilaman, tanqidiy fikrlash nuqtai nazaridan ko'pchilik balkim ichlarida bordir, ikkalasini ham o'qimagan ekan. Bittasini bilan tanishgansizlar, ikkinchisini bilan tanishmagansizlar. Tanishmagan bo'lsanglar, bu yangi o'quv yiliga bir tavsiya etilgan. Ya bilaylik keyin. Tanishganmiz. Ha. Berilmadi. Bularga namoz sifatida berildi. Qaysi? Lekin qarang, siz shunaqa deysiz, lekin bu bilan ishlaymiz deyishyapti. Ko'rmagan bo'lsangiz qanaqa ishlaysiz? Xo'p, yaxshi. Endi qaranglar, bu savolga mana shu ichimizda bitta inson borki, ikkalasini ham yaxshi o'rgangan, ikir-chikirini biladigan va tavsiya qilib beradigan bir inson bor ichimizda. Kelsangiz? Ha, bu lirik chekinish deyiladi, boya aytdim-ku. Hamma vazirlikdagi matematika guruhlari yig'ildi, konsepsiya yaratildi birinchi o'rinda. Ya'ni matematika fanini rivojlantirishda konsepsiyasi. Bu konsepsiyada nima? Biz aytdik dardimizni, oliy ta'lim aytdi dardini, o'rta maxsus muassasalari, kollej, akademik litseylar aytdi dardini. Mana shu dardlar jamlanib bitta konsepsiya yaratildi. Bu muammoni yechish uchun nima ish qilishimiz kerak degan maqsad qo'yildi-da. Matematika fani uzviligini ta'minlash uchun mana bunday narsa yaratildi. To'plam yaratildi. Bunisi yaratildi deyaptilar. Mana bunisi. Bunisi yaratildi birinchi. Buni ichida nima bor? Buni ichida o'sha matematikaning konsepsiyasi bog'chadan boshlab, bog'chada tayyorlov guruhi bor. Erta matematika o'tiladi. Bog'chadan boshlab to oliy ta'lim. Oliy ta'lim ikkita. Bittasi space matematika chiqaradigani, bittasi haligi birinchi kursda, ikkinchi kursda o'tiladi. Masalan, moliya institutlari, umumiy matematikani oldigida mana shuni hammani dasturini yig'ib bitta to'plam qildik. Bitta to'plam. Biz aytdik, bizda 10 ta mavzu ortiqcha dedik. Shu 10 ta mavzuni olinglar oliy ta'lim dedik. Bular qaysi mavzular? Misol uchun 10-sinfda 11-sinfda integral mavzusini o'tganda bo'laklab integrallash bor.
O'rta ta'limga kerak emas bu bo'laklarni integrallash. Marhamat dedik. O'zlaringga siylov bu mavzu dedik. Keyingisi mantiq elementlari, kvantrlar, paradokslar, sofizm, balobat, umumiy mantiq elementlari umumiy oliy nimadan umumta'limdan olindi. Taktika bilan 9-sinfda oxirida o'tilardi. Hozir 10-sinfda boshida. Shu mavzu. Sovg'a berdik. Kompleks sonlar to'plamini o'rta ta'lim o'rganishi kerak emas uni, shart emas. Berdik, chunki u haqiqiy songacha bilsa bo'ldi. O'rta ta'lim. Berdikda mana shunday qilib bularga berdik. Akademik litsey chiqdi. Akademik litsey chiqdi-da, biz buni mavzuni o'tyapmiz, senlar buni mavzuni mana yerda beryapsan dedi. Nomutanosiblik bor dedi. Undan keyin fizik kelyapti oldimizga. Biz tezlikni formulasini bermasimizdan siz 5-sinfda tezlikka oid 4-sinfda darja 4-sinfda tezlikka oid masala beryapsan. Geografiya chiqyapti, masshtabda misol qilyapti. Kimyo chiqyapti. Kvadrat tenglamani beringlar. Baraka topki biz 8 o'tamiz. Marhamat qilib, geografiyadagi o'sha kimyodagi kvadrat tenglamaga keladigan masalani 9-sinfga olaver. Biz uni 8 o'tamiz. Ya'ni bu spirallik emas, buni integratsiya deydi. Bir-biriga fanlarda. Matematika umuman milliy o'quv dasturida birinchi yondashuvi uzviylikni ta'minlash, spiralligini ta'minlash, keyin integratsiya. Mana shu 3 ta narsani olindi. Ya'ni maktabga bola borganda masshtabni bilmasdan turib geografiyada hisob-kitob qilmaydi. Biz masshtabni mana 6-sinfda o'rgatyapmiz. Haqiqiy o'lchamga o'tkazdirishingda bunaqa ish qilasan deyapmiz. Geografiya 7-sinfda u ishni o'rgatyapti. 7-sinfda geografiya etyapti, masshtab mavzusi haqida gapiryapti. Shunday holatlar qilindi. Xolmirza, просто uzr bo'ldi. Mana bular borishadi, metodistda bular. Ko'p. Bu bilan ishlashadimi? 3, 6, 7, 10 da yoki bu yerdagi mavzularmi? Endi o'zi bu kishi tushuntiribdi, u uni qismi bo'lib qoladi. Ya, shuni aytsangiz bo'ldi, keyin davom ettirib borardi-da. Hop. Bularga yo'llanma berib yuboring, просто. Buni sizlar Ha? bizga ham ishlashda boradi. Shu savol beramizda. Ya, metodist deyishgani uchun aytdim, metodistdan o'qituvchi deydi. 2 yil ichida mana bu bilan ishlanadi. 2 yil uchun. Buni biz yilma-yil berib boramiz. Oxirida milliy o'quv dasturi to'liq ta'minlanib, tasdiqlanib bo'lgandan keyin mana bunga o'tamiz. Bundan kechamiz. Yo, buni bitta bo'limchalari bu. Biz umumiy qilib mana uni beramiz keyin. Hozir shuni bo'limlarni tashkil qilamiz, oxirida bu yaratiladi. Ha. Katta qilib Mana asosiy savolga javob topib oldinglar. Sizlar buni berib qo'yishinglar mumkin edi. qaysi? Mana buni ko'rmasdan turib, bun bo'yicha bu yil ishlanib, sekin yo'lga o'tkaziladi. Savol bo'lyapti. To'liq. Mavzudan nima chetlarmaymizda milliy o'quv dasturi haqidagi ertaga birinchi ma'ruzam bor. Shunday gaplashsak javob olasizlar. Ha, просто ma'lumot uchun berib ketyapmiz buni. Bilib qo'yiladigan maqsad. Bu ham bir aniq maqsadga yo'naltirilgan narsa. Tanqidiy fikrlash bo'ladi bu to'ppa-to'g'ri. Ana endi bu yerda mana birinchisidan olganmiz mavzularni rejalashtirilishi bu birinchi holatdan. Lekin bu yerda soatlarda boshqacha yondashuv bo'lgan ikkinchi holatda va darsliklarda tanqidiy fikrlash o'tda ketgan. Bu yerda soat beriladi, ilgarigi darsliklarda oldin mavzu kesimida bo'lgan bo'lsa, yangi darsliklarda bunaqa emas. O'qituvchi soatga ajratgan soatni o'zi taqsimlab, o'zi qaysi biri tanqidiy yondashuv asosida qaysi mavzuni o'tish ichida, bob ichida o'zi ko'rsatadi va qanday masalalarni berish. Bu yerda taklif etilayotgan misollar bor. O'zi soatidan kelib chiqqan holatda taqsimotini o'qituvchi ko'proq bu yerda taqsimlaydi. Keyingisiga o'tsangiz, taxminiy taqdim reja berasiz. Mana soatlari bor. Uni ta'lim markazidan olasizlar hali. Prosta aytayotganim ichidagi mavzu mana bunday qarasangiz dedim. Oldinda 1 soatga ajratilgan soatlar bor edi. 5-soat, 6-dars, 7-dars berilgan eski darslikda. Yangisida unaqa ajratilmagan demoqchimizda. Taqdim rejalar beriladi.
Ya o'zi berildi o'zi bor. Ya, mana savollarga aytyapman-da, endi javob etib ketamiz. Yaxshi, keyingisiga o'tsak, prosta vaqt ozgincha qoldi. Bu yerda tanqidiy fikrlash jarayonida eski amaldagi darslikni, yangi darslikni bir qisman ko'rsatib ketganmiz. Tanqidiy fikrlash negizida uni rivojlanishiga ko'mak o'quvchini bilim saviyasini rivojlantirish ko'magida ko'proq boya aytgandek sxematik narsaga biz e'tibor qaratdik. Matndan qochish maqsadida. Rasmlaridan boyitildi, dizayni o'zgardi. Boya mana Xolmirza aytdilar, hajmi va ko'rinishiga juda katta e'tibor qaratildi. Endi bu yerda 6-sinfdan bitta misol, ya'ni boya ham aytildi, birinchi plenarniyda ham matematika nima uchun kerak degan savollar ochib berish uchun kasbiy sohalarga yo'naltirilgan turli xil hayotiy masalalardan boyitildi darsliklar. Bu 6-sinfda darslikda mana qurilish sohasiga bag'ishlangan bir misol ko'rsatishimiz mumkin. Keyingisida mana e'tibor qaratinglar, mana bu yerda qisqa ko'paytirish formulalarini bolalar joniga tegib ketadi. Shuning uchun biz ko'proq masalaviy jihatdan, ya'ni hayotda uchraydigan bir sxematik nuqtai nazardan qisqa ko'paytirish formulasi ham hayotda o'ziga o'rni borligini ko'rsatishga harakat qilindi. Masalan uchun bitta kub olingan, tomonlar x + 1, 8 bo'lakka bo'lganimizda nimalar paydo bo'ladi va qisqa ko'paytirish kubi formulasi o'rinli bo'ladimi, yo'qmi, bola tajriba orqali bemalol ko'rsatib, sinab ko'rishi mumkin. Ya'ni mana mantiq ahamiyat beringlar, mana kub 8 bo'lakka bo'lgan, lekin bu yerda boya ham aytildi-ku, fazoviy geometrik tasavvurlarni rivojlantirishga qaratilgan bir misol tariqasida biz berdik. Boya ham tanqid bo'ldi, ko'rgan bo'lsanglar, qo'shish, ayirish bolalar biladi, lekin geometrik shakllarda uni kombinatsiyalarini amalga oshirishda juda past ko'rsatildi. Yana bir narsaga e'tibor qaratildi, bilasizlar, boya ham shu narsa tanqid qilindi. PISA testlari va yangi darsliklarda ham PISA testlariga juda katta e'tibor qaratildi. Keyingisiga o'tkazavering. Prosta vaqtimiz kam qoldi. Va nima uchun berilishi mana hozirgi kunda tanqidiy fikrlash jarayonida bolalarga kirish testlarida ham ushbu ko'rinishdagi misollar taqdim etilmoqda. Sekin o'tkazavering. O'tkazavering. Mana bu bitta loyiha ishi, boya bu to'g'risidan gapirib o'tib ketdilar, bu yerda to'xtash niyatim yo'q. Ya'ni hayotiy misollar orqali o'quvchilarni tanqidiy fikrlashiga loyiha ishlarida biz ko'proq e'tibor qaratdik. Keyingi yana bitta ko'rinishdagi bir misol tanqidiy fikrlashga mana sxematik berish bolalar. Oddiy chiziqli tenglama ishlash jarayonida bolaga zerikarli bo'lishi mumkin. Lekin ta'lim o'yin texnologiyasidan foydalanadigan bo'lsa, sal bolani qiziqtirish ehtimoli bor. Shu nuqtai nazardan mana bitta sxemani qilganmiz. Chiziqli tenglamalar berilgan, bu yerda javoblar berilgan. Bola mosligini topish kerak. Qaysi javobga to'g'ri kelishini. Bola izlanadi, qaraydi, bir-birini qo'yib yoki hisoblab, qaysi biri javob bo'ladi deb, ya'ni strelkalardan deylik, grafическое изображение deydi. Buni ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratildi. Quruq masalan deylik 3x barobar 7, 18x minus 9 barobar 19 deydigan bo'lsa, bola zerikib qolishi mumkin. Shuning uchun masalani bir ko'rinishda emas, turli xil ko'rinishda beradigan bo'lsa, unda biz bolani yanada qiziqtirish imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi. Keyingisi kombinatorikaga qaratilgan va bu narsani o'tkazib o'ramiz. Biz yana bir narsaga e'tibor qaratdikki, darslikda bir misolni 10 ta misolni bir usul bilan ishlash emas, bitta misolni 10 xil usul bilan ishlashga o'rgatsak, natijada bolalarda tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashi ko'proq rivojlanadi. Shu maqsadda biz bitta masalani, oddiygina kombinatorik masalani 3 xil ko'rinishda yechimini taqdim etildi. O'zi bitta misol, lekin 3 xil yechim ko'rinishda berdik. Ya'ni imkoniyatlar daraxti yordamida grafik usuli bilan, jadval usuli bilan biz berdik. Mana masalan, masala berilgan, keyingisi o'tkazsangiz. Mana birinchisi sxematik ko'rinishda, jadval ko'rinishda grafik usuldan foydalanganmiz. Ikkinchisida mana imkoniyatlar daraxtdan foydalandik. Uchinchisi jadval ko'rinishda. Obyekt bitta 3 xil yondashuv asosida bolalarni tanlashga biza imkoniyat beryapmiz. Qaysi usulni bola tushunsa, shu mazmundagi masalani o'zi ishlash imkoniyati bo'ladi. Keyingisi o'tkazavering biz. Endi bu savollarda yana tushiraveramiz. Mana endi yangi narsadan bittasi oldingi darslikda bo'lmagan, lekin ishlatilgani chuqurlashtirilgan maktab ba'zilar, lekin oddiy maktabda ishlatilmagan imkoniyatlar daraxtdan ko'proq foydalanib biz kombinatorika elementlarini o'quvchilarga o'rgatishga harakat
tavsiya sifatida berildi. Keyingisi o'tkazing. Keyingisi. Endi bu bolalarni ana sportga, turli xil sohalarga qiziqtirish, 6 ta kasbiy sohaga yo'naltirish maqsadida kasbiy mazmundagi masalalarni biz boyitishga harakat qildik. Sizlarga ma'lum, bilasizlar, 6 ta kasbiy sohani. Hammanglar bilsanglar kerak, shuning uchun u to'g'risida ham to'xtab o'tirmaymiz. O'tkazing. Va yana bitta narsani kiritdikki, mana ko'pchilik sizlarda ham bo'ladi, yaqinda suhbatlashganimizda ham yoki u el-yurt jamg'armasiga biz ekspert bo'lib borganimizda ko'pchilik o'qituvchilar bilmadi matematika. Va afsuski, xalq ta'limidan chiqqan o'qituvchilarni biz chet elga malaka oshirishga jo'natish imkoniyati bo'lmadi. Oddiy misol berilyapti. Plus belgisini kim yaratgan? Bilasanmi? Matematiksan. Chet el so'rasa bilasanmi? Bilmaydi. Matematika fan o'qituvchisi. Mayli uni ham qo'yur deyiladi. Deylik, O'zbekistonlik Jamshid Qoshiy nima kiritgan matematika degan savollarga ham o'qituvchilarning aksariyati javob bermadi. Yana borda yana. Pinikini ham hisoblab berganda, yo misol uchun aytayapman-da, biz el-yurt jamg'armasida o'tirganimizda ekspert sifatida shu narsalarga biz e'tibor qaratdik va yanada boyitish uchun matematik savodxonligini darsning oxirida matematika tushunchalarini, ya'ni 7-sinfda uchragan har bitta belgini kim tomonidan yaratilgan va nima uchun plus belgisi, nima uchun undov belgisi emas, nima uchun so'roq belgisi emas va masalan sizlarga ham savol berishim mumkin, topasizlar yo'q bilmadim, aytgan edim. Bo'lish belgisini biz 3 xil ko'rinishda ishlatamiz. Nima uchun 3 xil ko'rinish? Plus minus bitta ko'rinishda, bo'lish, ko'paytirish 3 xil ko'rinishda ishlatiladi matematikada. Bitta ko'rinishda emas, 3 xil ko'rinishda ishlatiladi. Kim biladi? Masalan, ya nima uchun plus minus bitta ko'rinishda? Ko'rinishi faqat. Ko'rinish, gapira, nima ular 3 tadan, bular bittadan. 2 nuqta chiziqcha bor, 2 nuqta bor. Va maktab darslariga e'tibor qaratsanglar, bo'lish belgisi quyi sinflarda boshqacha belgi kiritilgan, yuqori sinfda boshqacha belgi kiritilyapti. Bola tushunishi mumkin. Qaysi biri to'g'ri? Bu bo'lish belgisimi, u belgi bo'lish belgisimi? Kim biladi? Mana ichiladi. Nima uchun 3 xil belgi matematikada ishlatiladi? Bo'lish belgisi va ko'paytirish belgisi. Agarda o'qib chiqsanglar, shu yerda berilgan, xullas kalom. Mayli, u to'g'risida ham to'xtab o'tirmaylik, vaqtimiz kam. Mana o'qisanglar bilasizlar-da. Keyingisi o'tkazib yuboring. Men nima demoqchiman? Yangi narsa kiritdikki, bolalarni o'zinglarni ham ensiklopediyalarni ochib, internet imkoniyati bo'lmasa, darsning oxirida qiziqarli material sifatida berdik. Har bitta bolada matematik tushuncha o'zi bo'lmagan va nechinchi asrda kiritilgan. Al-Xorazmiyni ham aytamiz, mana shuna qilgan. U davrda biz ishlatadigan plus minus ishlatilmagan. Qiyinchilik bilan u davrda u inson yozganligini anglash kerak bo'ladi. Va mana bitta misol bilan yakunlashimiz mumkin. Mana sizlarga oddiy 5-sinf misoli. Boshida berganimizda aksariyat o'qituvchilar ham o'ylanib kirdi. Bu 1 balli misol hisoblanadi. Mana hozir bilasizlar, majburiy matematika bor va o'z spes matematika. Majburiy matematika shunaqa ekub masalasini berib qo'yibdi. Bu medikka ham berilyapti. Mana hozir kunda, mana hozir bilasizlar, tabiiy fanlar topshirdi. Ekub A1 topgin degan bu davlat test markazining portalidan olganmiz. Ya'ni bu 1 balli misol. Aytmayman, 3 balli edi, 1 ball. Qaysi javobni bo'laysizlar? Mana bu tanqidiy fikrlashib bitta ko'rinish, hozir kunday tadbiqi. Nima uchun biz mazmun tanladik? Agar e'tibor qaratsanglar, mana biz 5-sinfda o'rgatamiz, tub ko'paytirishni ajratish. A ni 2 ga bo'ldik. X son paydo bo'ldi. X 2 ga bo'ldik, Y son paydo bo'ldi. Y 2 ga bo'ldik, Z son paydo bo'ldi. Z 3 ga bo'ldik, 1 paydo bo'ldi. Demak, A son nechi bo'ladi? 2 2 3 8 24 ekan. A 24 ekan. Endi B ga e'tibor qaratamiz. B ni 2 ga bo'ldik, K soni paydo bo'ldi. K ni 2 ga bo'ldik, K soni paydo bo'ldi. Demak, nima degan xulosa qilamiz biz? Boshqa 2 ga bo'linmas ekan B. B bunga bo'linmayapti, yana bo'linmayapti. K Mahmudga keldi, 3 ga bo'linyapti. M ga o'zgardi. Demak, B 2 3 5 ko'paytirsak 30. 30 bilan 24 ekubi nechi? Voy.
6. Agarda bu misolda hozir 24 dan 32 kubni topgin desa, hamma topib tashlaydi. Shuning uchun mana qarasizlar, 5-sinf materiali, lekin boshqacha yondoshini ko'rishimiz mumkin. Mayli, vaqtimiz bo'lib qolibdi. Bir necha bu yerda yana bir har xil misollarimiz bor edi. Tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashga e'tibor qaratilgan. Agar savolinglar bo'lmasa, e'tiboringiz uchun rahmat. Hammangizga sihat salomatlik tilaymiz. So'z navbatini keyingi mavzuga beramiz. Rahmat.